O'zinim farzandimni o'ldirdi. Qasosim qiyomatga qoldi deb bir obunachim yig'lab yozdilar. Biz ikkita kelinmiz, men katta kelinman. O'zinim tushgandan keyin biz alohida chiqib ketdik. Bu orada o'zinim farzandli bo'la olmay yurdi. Meni esa bitta bolam bor edi. Ikkinchisiga homilador bo'lib qoldim. Tabiiyki, o'zinimga bu yoqmadi va men ikkinchi marotaba ona bo'ldim. Quvurdog'imga o'zinim hatto kelmadi. Oradan 6 oy o'tdi. O'zinim hali ham homilador emasdi va biz erimning tug'ilgan kunlarini mehmonlar bilan o'tkazdik. Yig'in tugadi, mehmonlar ketishdi. Qaynonam va o'zinim sizga qarashib boramiz deb qolishdi va men bundan juda xursand bo'lib ketdim. Bolani uxlatib chiqib birga qilamiz deb kirib ketdim. Oradan 20 minut o'tib bolam yig'lab qoldi. Shu paytda o'zini voy men o'zim qarab turaman bolaga. Siz ishlaringizni quvring opajon deb bolam oldiga kirib ketdi. Oradan 15 minut o'tar o'tmas bolam chinqirab yig'lab qoldi. Yugurib bolamni qo'lidan oldim. Bolam yig'idan to'xtamasdi. Bolamdan uksus hidi kelardi. Yelkamdan yuzini olib qarasam og'zi ko'p. O'zidan ketishni boshladi. Menga qo'yib bolnitsaga olib bordik. Ming afsuski o'sha shayton qiyofali o'sinim bolamni kashasiga uksus qo'shib ichirgan ekan. Farzandim bir kun reanimatsiyada yotib joni uzildi. Erimning iltimoslariga ko'ra shayton sifat o'sinim ozodlikda yashayapti.